O'rtoqlar, mana ko'rishinglar mumkin, xudo xolasa navbatdagi obyektimizga uстановка qilib berdik reklamani. Juda ham chiroyli. O'zlari xohlagan didda, o'zlari xohlagan usulda. Bu tomonda o'zimizning milliy suratlar. Sababi bu yerda gastnitsa bor, juda ham chiroyli gastnitsa bor. Mana bu yerda bo'lsa O'zbekiston mana madaniyat merosi inglizcha yozilgan. Endi bularga ahamiyat bermaymiz. Bu tomon inglizda Hindistonda o'zining milliy urf odatlariga binoan suratlar joylaganmiz. Bu qanaqa bo'ladigan bo'ldi desalaring, bu katta obyektimizga 90 kvadrat qilib qo'yib berdik, xudo xolasa. Sifatli, juda ham sifatli. Buni qanaqa plyus tomonlari borsalaring, hozir ichkaridan ko'rsataman. Mana xudo xolasa ichkaridan ko'rinishi. Bu yerda mehmonlar o'tiradi, bu yerda mehmonlar o'tiradi. Bemalol mehmon o'tirganda tashqarini ko'rib, xotirjam, hali bahra olib deydimi shunaqa. Bitta ko'ringlar o'zlaring. Bitta prosta baho berasizlar. Mana tinna oynalar, juda ham tinna mana. Palasa yo'q oynada. Shunaqa sifatli reklamalar kimga kerak bo'lsa, bizga murojaat qilinglar. Direktga plyus qoldiringlar, xudo xolasa juda ham bundan ham chiroyli sizlarning poddeshkalaring bilan xudo xolasa shu darajaga erishganmiz inshaalloh. Avvalo ota-onam, Alloh, keyin podpisчиклар. Pastda nomerlarimizni qoldiramiz, bizga aloqaga chiqinglar. Kimga shunaqa sifatli bandlar kerak bo'lsa, direktga plyus qoldiringlar, nomerlarimiz o'sha.